Sog'inyapsizmi Andijonni? Albatta har kuni sog'inamiz. Har kuni. Har kuni sog'inamiz. Bilmayman qachon qaytamiz. Oilangiz, ota-onangiz? Onam shu yerdalar. Ha, Onam onangiz shu yerdalar. yoningizdalar. Onam shu yerdalar. Onam ham menga o'xshab ishlaydi. Onam oshxonada ishlaydi, kuxnyada. Men o'zim mana qassobchilik bilan shug'ullanaman. Oilalisizmi? Yo'q, hali uylanmaganman. Hali endi uylanamiz. Andijonni ko'proq nimalar yoqadi sizga? Qandaydir urf-odatlarimi, ovqatlarimi? Endi o'zimiz Andijonni endi ochiq oladigan bo'lsak, biz Andijon xalqi juda ham mehmondo'st. Mehmondo'st, katta-yu kichikni birdek siz deb murojaat qiladi. Andijonda sizlab gapirilarkan deb eshitganman. Ha, shu katta-yu kichikka siz deb murojaat qiladi. Endi bizda juda ko'p narsa, maqtovga arzigulik juda ko'p narsamiz bor. Endi maqtanadigan bo'lsak, mana birinchi bizda O'zbekistonda birinchi yagona JM Uzavto bizda. Mana olimpiyskiy chempionlar Asakada. Bizda mana ko'p boksyorlar. Yana nima deyishimiz mumkin? Bizda juda ko'p. Biz maqtovga arzigulik, maqtansa bo'ladigan narsamiz juda ko'p. Andijon boks maktabi mana O'rta Osiyoda yagona. Umuman. Andijonni polkasi eng nima yaxshi ko'radigan. O'zini polkasi bor mana. O'zini polkasi bor. Andijon oshiga yetmaydi. Andijon oshi mana Devzirada osh qilamiz. Вообще sayratib olamiz. Siz no'mra deng. Endi adabiyga tilim kelmayapti, to'g'ri opa. Yo'q, o'zingiz tilingizda gapiring. Baribir tushunamiz, o'zingiz tilingizda. Mana shunday montaj qilib qo'yib yuborsangiz ham mayli, opa. Men ham xorazmlikman. O'zim semlagimni topdim. Mazza qilib gaplashdim mana xorazmchasiga. Xorazmcha gapirsam hech kim tushunmaydi. Sizlar andijonchani ko'p odam tushunadi. Shu. Bizni tilda endi kam tushuniladi bizni tilni. Har bir viloyatning o'zini tili, o'zini urf-odatlari, o'zini ovqatlari bor har xil.